Mana uni qarang endi, mana. Ichki sportivkalar, kapishonkalari ham bor. Ichi to'la jun, meq, o'rtoqlar. 25 ming so'mdan birovga indamang. Hozir mavsum bo'lsa, Qorboboni kombinezoni boshidagi qolpog'i bilan birgalikda. Soqolsiz soqolini ham qo'yib berishadi. Atiga 28 ming so'mga. Mana shu BMW logotipi tushirilgan kecha sportivka oldim o'g'limga bozordan 200 mingga. Turkiyaniki degan. Aldashgan ekan o'rtoqlar. 45 mingga. Mana shu yerda turibdi. Maktabga sportivkalarni bozorga chiqib 150 ming olyapsizmi? Aynan bu yerda mana shu sportivka 25 ming so'm. Mana ko'rib turganingizdek, buni olasizmi? Mana uni olasizmi? Hammasi 30 ming so'mdan. Kulguli narxlar. Xohlaganingiz 11 ming so'mdan, xohlaganingizni olasiz mana shu yerga kelib. Qarang, 11 ming so'm. Hammasi do'stlarga assalom. Dasi Textile'dan xohlading ranglar oling, xohlading razmer oling 11 ming so'm. O'rtoqlar 100% paxta. Ko'ryapsizmi? 25 ming so'm. Buni indamang, buni qo'yib qo'ying. Keling. Keling, manaqa keling. Manaqa yangi tug'ilgan chaqaloqlarga. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga. Ko'ylagi, qo'lqopi, ishtoni, shapkasi 15 ming so'mdan. Zo'rmi? Do'stlar, farzandlaringizga agar eng arzon narxlarda kiyim bosh kerak bo'ladigan bo'lsa, Boboshbek mahalla fuqarolar yig'inidagi bozorlarga keling va aynan mana shu yerdan mana shunday sifati eng yaxshi mahsulotlarni atiga 25 ming so'mdan boshlab 45 ming so'mgacha sotib olishingiz mumkin. 8 ming, 8 ming, 8 ming, 8 ming, 8 ming, 10 ming so'm. Mana shu mahsulotlarni kerak bo'lsa Turkiyadan tadbirkorlar kelib zakaz berishyapti. Buyurtma berishyapti, Turkiyaga borib Turkiyaning mahsuloti bu deb maqtanib sotishyapti. O'rtoqlar, Sarrochi 500 ming pul bilan kelasiz, bir damas kiyim olib ketasiz. Hurmatli do'stlar, aynan manzilni sizga aytib o'taman. Uchko'prik tumanida joylashgan Boboshbek savdo markazi. Bu yerda faqatgina yakshanba, chorshanba kuni tashrif buyurasiz va aynan mana shu mahsulotlarni dunyodagi eng arzon narxlarda olishingiz mumkin bo'ladi.